alaykum. Yangi muhim ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Shu topda biz yakshanba kuni, ya'ni 2019-yili 8-ayning 11-kunida o'tiribmiz. Bu chislani ingliz tilida nima deydi? Sunday, August 11th, 2019 deb ataydi. Undaqda biz bugungi yangi darsimizga kirib ketdik savoldoshlar. Bugun biz lesson 21, ya'ni which book degan temadagi darsni o'rganamiz. Qarsangiz so'zlar ancha ko'p emas ekan, lekin cho'qim o'rganishga tegishli muhim mazmun hisoblanadi. Undaqda biz oldi bilan yangi so'zlarni ko'radigan bo'lganda qarsangiz number 1 which. Number 2 book. Number 3 give. Number 4 read. Number 5 21. Xo'sh, undaqda so'zlarning ma'nosi bilan tanishib chiqaylik savoldoshlar. Which degan qaysi degan gap. Hozir qadar xili ko'p savol so'zlarni o'rgandik. Demakchi shu savol so'zlarimizningki qatori qandaqmi? Which degan, ya'ni qaysi degan savol so'zi qo'shildi. Shuning bilan ingliz tilimiz qandaq? Bag'ansiri ingliz bilimimiz bag'ansiri kengayotidi, cho'nqirlayotidi. Masalan, tema qarasangiz, darsimizning temasida which book deb turdi. Ya'ni qaysi kitob degan gapgan qo'ya. Bookni agar o'rganmagan bo'lsak, hozir o'rganamiz. Agar o'rganib bo'lgan bo'lsak, bu bir takrorlash bo'lib qoladi. Ikkinchi so'zimiz dal shu so'z book, ya'ni kitob degan so'z. Undaqda number 3 qarasangiz give degan nima bo'ldi? Berish degan gap. Men oldidagi darslarda misollarda ishlatgan bu so'zni oldida o'rgangan bo'lishimiz mumkin. Demakchi so'zlar darsimiz ko'paygan sari qandaq ba'zi so'zlarni masalan yodimizda yo'q, takrorlab qilishimiz mumkin. Lekin hech qisi yo'q. Navoda agar yodimizda yo'q, takrorlab qolsak, o'rganib bo'lgan yangi so'zni. Buni bir takrorlash deb takrorlash deb bilgaysiz. Okay? Ya'ni pishiqlash deb bilgaysiz. Give ning ma'nosi nima bo'ldi? Berish. Masalan, give me degan menga bergin degan gap. Masalan, give you degan masalan senga beray degandekchu. Okay? Number 4 red degan nima? Qizil rang. Ya'ni qizil degan ma'no bildirdi. Ranglardan xili ko'p ranglarni o'rgandik savoldoshlar. Masalan, ko'k, qora, oq degan ranglarni o'rgandik. Boshqa masalan kul rang deganni o'rgandik. Shuning qatorida qandaq bugun red shu qator qo'shildi ranglarning qatoriga. Okay? Number 5 21 degan son bu. Albatta 21-darsni o'rgangandan keyin 21 degan sonni o'rganib qo'yish kerak. Xo'sh, undaqda yangi so'zlar, mushu so'zlar shu. Buni qayta yana nurg'un qatim mashq qilsangiz bo'lmaydi. Bu yerda bir ikki qatim o'qib ma'nosini bilib ham hisob emas. Undaqda buni yana ko'p yezib mashq qilish o'zingizga qolib qoldi. Xo'sh, undaqda biz mushu darsninki dialog bilan tanishib chiqaylik. Dialogni o'rganaylik. Qarsangiz lesson 21 which book degan bu dialogninki bizdan kutadigan savoli, ya'ni biz javob berishga tegishli savol qaysi savol ekan? Qarsangiz which book does the man want? deydi. Kechiringlar. Mishada bir so'z chiqibdi. Yangi so'zlardan number 6 ya'ni want degan so'z chiqibdi. Want ya'ni 6-chi so'zni ko'rdingizmi? Want degan qanday? O'qilishi shundoq. Yana bir qatim menga agishib o'qib chiqing. Want. Buni hargiz ekan buni a deb o'qib want deb o'qisam bo'lamdi deb hargiz unda o'qib qolmang. Want. Demakchi o'zi a yozilgan bilan qanday o o'qilyapti bu yerda. Want deb, okay? Bu og'iz ba, og'iz kelish yoki olmoqchi bo'lish degandagi bir ma'nosi bor. Okay? Masalan, I want a book. Bu nima bo'ldi? Menga bir kitob lozim yoki mening bir kitobni og'im bor degan gap. Want degan shu og'iz bo'lish yoki olmoqchi bo'lish degan ma'nosi bor. Okay? Yoki lozim qilish deb tushunsak ham bo'ldi. Xo'sh, undaqda
Mau nimaga qaytib kelsak, abay savolga. Ya'ni biz dialogni o'rganib bo'lgandan keyin javob berishga tegishli savol qaytib kelsak, which book does the man want? deydi. Bu jumlani tushunish hargiz tez emas. Qarang. Which book degan qaysi kitob degan gap. Does degan bir yordamchi berdi-doq. The man degan odam, ashu odam degan demakchi, yoki yiliq odam yoki the-ni ashu yiliq degan ma'nosi bor. Dedim ketib ko'p so'zlaymiz bu the-ni, shu vaqtida texmi ko'p tushunasiz, demak cho'nqirlab tushunasiz. Want ni nima dedik hozir? Lozim qilish dedik. Unda bo'lsa yoki og'zi bo'lish. Qaysi bookni yiliq odamning og'zi bor degandek ma'nosi ekan-ku, yoki qaysi bookni yiliq odam olmoqchi degan ma'nosi ekan bu jumlaning. Bu jumlani biz Uyg'ur tilida ravon qilib nima deb olamiz? Odam qaysi bookni olmoqchi deb tarjima qilamiz. Okay? Xo'sh, albatta bu savolga dialogni o'rganib bo'lgandan keyin undan javob bergan bo'ldi. Unda biz hozir qandoq kitobimizni ichib dialogni ko'rib boqaylik savoldoshlar. Man, ya'ni actionning gapi bu, action degan gap bu. Bunda deydi qarang, ha. Give me a book, please, Jane. Yana bir qator, menga aytishni qo'yapsiz qo'y. Give me a book, please, Jane. Degante woman qo'pib, which book? deb so'rayotdi. Man bilan woman ni so'zlab bo'lgan, man degan kishi, woman degan ayol kishi. Okay? Shu ikki so'zningki ko'pliklarini so'zlab o'tgan agar yodingizda bo'lsa. Demakchi, kishining ko'pligi nima edi? Man, ya'ni man dagi o'tirdagi so'ziq tovushni a-ni i'ga o'zgartirib olsak, men deb o'qildi. Uning ma'nosi erlar degan gapdi. Ya'ni manni ko'plik o'zgartirishning usuli qanday? Tarkibidagi a so'ziqda a harfini i'ga o'zgartirib olsak ham bo'ladi. Ya'ni men deb o'zgaradi. Woman-chu, woman da shundoq a harfini i harfiga o'zgartirib olsak ham bo'ladi. Andan keyin o'qilishida o'zgarish bo'ladi albatta. Qarasangiz bir ayolni woman desak, bir qancha ayollarni qanday women deymiz. Okay? Ya'ni man bilan woman to'g'riliq azroq birlik ism, ko'plik ism haqida azroq tushuncha berganimiz bu. Xo'sh, undaqda o'zimizga gapga qaytib kelsak, ayol kishi nima deb so'radi? Which book deb so'radi. So'rab bo'lib, this one deb yana so'rayotdi. So'raganda man qo'pib, no, not that one. The red one. Qayta o'qaylik, ha? No, not that one. The red one. Degante woman qo'pib, this one? deb so'radi. Man qo'pib, yes, please. deb javob berdi. Woman qo'pib, here you are. dedi. Man qo'pib, thank you deb javob beryapti. Yoki inkos qaytaryapti. Okay? Undaqda dialog pek tez, murakkab dialog emas ekan. O'zingiz ko'ryapsiz. Endi biz ma'nosini tushunib boqaylik, ha? Man nima dedi? Give me a book, please, Jane. Ya'ni bering menga bir kitobni, marhamat, Jane. Bu yerda please ni marhamat deb berishimizning hojati yo'q, lekin so'z ma'nosi bo'yicha olsak hamda zag'ir tilda uddul tarjima qilsak ham shundoq chiqadi-ku. Buni qanday jonli qilib Uyg'ur tilimizda menga bir kitob bersangiz Jane degan gap bu. Okay? Menga bir kitob bersangiz Jane deb please ni bersangiz deb takalluf bilan ifodalayapmiz-ku. Menga bir kitob bergan bo'lsangiz Jane yoki deganda woman qo'pib, which book deb so'radi. Ya'ni qaysi kitobni degan gap bor. Which ni qaysi deb degandoq, book ni kitob deb degandoq. Demak, which book degan qanday? Albatta qaysi kitob yoki qaysi kitobni deb olamiz-ku. Deb bo'lib, woman qo'pib, this one deydi. Bu birsinimi? Ya'ni bu yerda oldida which book deb so'rab bo'lib, qaysi kitobni deb so'rab bo'lib, uning keyindan bu birsinimi deb so'rayotdi. Ya'ni bu kitob nima degan gap-ku. O'shada
bookni qaytilmay, onun o'rniga one ishlatyapti. Uyg'ur tilimizdan bor. Masalan, men bir kitob, men kitobdan birini elvatsangiz desa birisi, biz qopib qaysi kitobni desak, oq qizilini yoki qorasini desa, ma'ni demsiz deymiz-ku. Yo'q, u emas, yana birisi desa, ma'mu deb so'raymiz-ku. Ha, shu desa, aninkina e'lon deb beramiz. Demakchi o'g'lim, ma kitobni demsiz, ma kitobni demsiz deyishning o'rniga ma birisini demsiz yoki ma'ni demsiz deb olamiz-ku uyg'ur tilida. Ingliz tilida naq shunday ahvol bor. Ya'ni woman which oldida which book deb so'radi, qaysi kitobni deb so'radi, kendin ma birisinimi deb so'radi. Demakchi mishadiki ma birisinimi deki birisi degani qanday? Shu kitobning o'rniga agish o'rni kitobning o'rniga alınışıp kelayotgan bir almash so'zi bu. Okay? Demakchi one deganni ma'lum one degan san bo'lsa almash deysiz-ku. Ingliz tilida shunday ahvol bor. Ya'ni ismlarning o'rniga alınışıp kelgan so'z turkumini almash deydi-ku. Demak, mishadiki one degan so'z mishadi almashlik rolini o'ynaydi. Albatta boshqa yerlarda boshqa o'rinlarda kelsa sonliq rolini o'ynaydi, lekin miyadaganda almashlik rolini o'ynaydi deb tushunsangiz bo'ladi mana. Okay? Ya'ni bu birsinimi degani shu bu birsinimi deki bu birisi shu son emas, balki almash deb tushunsangiz bo'ldi demakchi. Okay? Buni oldimizdagi deb texmo ko'p so'zlaymiz. Shu vaqtda texmo kam doirada tushunib olasiz. Demakchi, qaysi kitobni deysiz, ma birisinimi deb so'rag'iniga action deb javob berdi. No, not that one dedi. Yo'q, emas u birisi dedi. That degan u yoki au. Yo'q, emas au birisi yoki buni uyg'ur tilida yo'q, u emas deb u birisi emas yoki u emas deb tarjima qilamiz-ku. Deb bo'lib the red one dedi. Qizil birisini dedi. Ya'ni qizilini degan gap, uyg'ur tilida qizilini deymiz. Amaliyotda qizilini degani shu o'z ichiga birni olgan ifodalash so'zi uyg'ur tilidagi. Ya'ni qizilini elib o'tanga deganimizning o'zi shu qizil birisini elib o'tanga deganimiz-ku. Ingliz tilida shu the red one deb shunday ifodalaydi demakchi. Endi qoladi demakchi. Ashu qizil birisini deb ingliz tilida olamiz. Uyg'ur tilida ashu qizilini yoki qizilini yoki eliq qizilini deb olamiz uyg'ur tilida. Okay? Xo'sh, ashu gapiga kishiningki yo'q, u emas, qizili deganiga ayol nim deb inkos qaytdi? This one dedi. Bunimi yoki bu birisinimi deb so'radi. Men qopib yes please. Amasa elvasangiz degan gap qo'mayapti. Please degan marhamat deb tarjima qilishimizning hojati yo'q. Elvasangiz xapamay elvasangiz degan gap bo'lar. Deganiga woman nim dedi? Here you are dedi. Mana amsa sizga deb olamizmi? Here you are ne. Jiq puchirdi oldingi darslarda. Bu gibi qarda har kishi nim dedi? Thank you. Rahmat sizga dedi. Qarsangiz nimalarda rasmlarda jonliq ifodalangan eng beshidagi birinchi rasmga qarasangiz give me a book please Jane nomor kitob elvasangiz deb o'zi telefonda so'zlashib deb da'vatda ayolga aniki ayol qopib which book qaysini yoki qaysi kitobni deganiga deb bo'lib this one deb birisini qo'liga ep turib ma birisinimi yoki manimi deb so'rag'iniga lekin aksiya qilib yo'q u emas, uni emas, qizilini deb qo'lini bunaq ko'rsatib turib da'vatidi-ku. Lekin ayol qilib this one bu birisini demsiz yoki bu birisinimi deganiga aksiya qilib shu qanamisa dedi deydi. Lekin eng oxirida ayol kishi kitobni argi berdi deydi. Here you are deb beryapti. Aksiya qilib thank you deb unga inkos qaytardi degan gap. Xo'sh, dialog, mushu dialog endi biz her savolga javob beraylikmi qarang. Which book does the man want? Qaysi kitobni aksiya olmoqchi? Bunga deb javob beramiz. He o aksiya degan aksidagi u. He
he wants deymiz. Want-ning keyiniga as qo'shimcha qo'shiladi. He wants the red one deb olamiz. Okay? Demakchi bu yerda he wants the red book desakmi bo'ladi. Book ne qandaq one orqali ifodalasak bo'ladi. Chunki savolda book deb bo'ldi emasmi? Shunga bu yerda bookni qayta yana deyishning hojati yo'q. Buning o'rniga one ishlasak bo'ladi. Ya'ni which book does the man want? He wants the red one. Okay? Tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Chunki savolda berilgan, savolda so'ralayotgan narsaga biz javob berdik. Which book? Qaysi kitobni does the man adam want? Olmoqchi? Javob u olmoqchi qizilini yoki qizil birsini. Okay, bu yerdagi one-ning nimaning o'rniga olmish kelayotganligini biz dedik-ku. Book-ning o'rniga olmish kelayotgan bir ahvol bor. Okay, he wants the red one. Okay? Demakchi bu dialogda bizdan so'ralgan savol, mushu savol, buning javobi mushu, hozir siz ko'rganingizdek. Abayqi dialogni qanday o'zingiz qayta o'qib tushunolmasangiz bo'lmaydi. Hatto yezib, ko'chirib, yodlab degandek. Okay? Endi biz mushu darsningki mashqqa qarab qarang. Lesson 22. Give me yoki give him yoki give her yoki give us yoki give them bizni deydi. Demakchi birinchi odam shundoq so'radi deydi. Give me bir nima deb. Yana bir odam qo'yib, ikkinchi odam qo'yib, which one? Qaysi birisini deb bundoq so'rab bir dialog o'tkazayotdi deydi. Ma tigida qarasangiz batninki ekranning ang tigida chuqur gap bor. Buningki birinchi qori birinchi odamninki talabi deyli, ikkinchi qori ikkinchi odamninki qaysi birisini deb so'rag'ini deyli, anonki uchinchi qordikisi shu birinchi odamninki shu qaysi birisi ekanligini deb bergini deyli. Bu bir kichik dialog shakli. Biz dialog shakliga selib mashq qilishdan burun qanday yangi so'zlarni ko'rib o'taylik o'g'illar. Qarsangiz new words and expressions. Number 1, empty. Empty. Number 2, full. Full. Number 3, large. Large. Number 4, small. Small. Number 5, big. Big. Number 6, little. Little. Number 7, sharp. Sharp. Number 8, blunt. Blunt. Okay? Sözlerning o'qilishi shundoq, hamda biz ma'nosini biz bir tez so'zlab o'tib ketsak, number 1 empty degan quruq degan gap. Masalan, istakan quruq, tiki quruq. Okay? Number 2 full, liq. Bu shu empty ningki qarshi ma'nosi. Okay? Empty quruq, ichida hech nima yo'q demakchi. Full degani liq, ichida hech nima liq. Okay? Number 3, large, chong. Number 4, small, kichik. Number 5, big, chong. Number 6, little, kichik. Malum large nimo chong dedingiz, big nimo chong dedingiz, small ni kichik dedingiz, little nima kichik dedingiz. Bular farqlanadi deb so'rasangiz, albatta farqlanadi. Bularning farqini biz hozir mashqda ko'ramiz. Okay? Number 7, sharp. Sharp. Sharp degan nimda o'tkir degan gap. Masalan, pichoqning o'tkirligiga qartilgan. Okay? Number 8, blunt. Bu toka degan gap. Shu o'tkirningki naqli qarshi ma'nosi. Okay? Masalan, o'tkir pichoq, toka pichoq deymiz-ku. O'tkir sharp, toka, ya'ni o'tmas degani qandoq? Gal yoki blunt. Okay? Xo'sh, shundaqda biz bir mashq qilib o'taylikmi jumla shaklini, ha? Masalan, bir odam bizga give me masalan, book yoki
cup deyli. Cup degan istakan degan so'z. Cup, C-U-P. C-U-P üç harften tuzilgan so'z cup, istakan. Mesela şu istakanni misal alsam demek çıkaram. Give me a cup, please deb orqaga takallubni qo'shadi. Agar takallubni qo'shmasa, bu jumla xato emas, faqat takallubninki kamligini bildirdi. Demakchi o'g'lim, agar give me a cup desa bir odam, biz qo'pib which one deb so'raymiz. Qaysini deysiz yoki qaysi birisini? U odam nima deydi? The empty one. The empty one. Shu quruqini yoki quruq birisini, ya'ni ichida hech narsa yo'qni. Okay? Demakchi bir necha stakanlar bor deyli. Birisinin içinde liq birinin bor, yana birisining demakchi ikki stakan bor deyli. Birisinin içinde liq birinin bor, yana birisining içinde hech nima yo'q, quruq. Ahvolda qandaq? Shu the empty one degani quruq birisi yoki quruqi degan gap. Okay? Buningki konkret mashqlarni biz kitobni ko'rib boqaylik, ya. Qarsangiz, kitobimizda mundaq nihoyat ko'p mashqlar berilgan. Qarsangiz, lesson 22 give me, give him, give her, give us, give them, give bir nima deydi. Which one deb so'radiq dedim-ku. Abi men ko'rsatgan jumla shakli shu. Endi buni biz mashq qilsak qarang, 1001-rasmda nima bu? Abi men degan cup degan shu. Okay, bu cupni men nimaga sanmabdiman? Mana so'zliklar tizimligiga kirgizmabdiman, kechiringlar. Mishada kirgizib o'tayli. Abi ham misolni oldim, lekin kirgizmabdiman. CUP cup demakchi bu stakan degan gap. 10-si qandaq? Glass. Glass degan aynak stakan. Tutquchlik stakanni cup desak, aynaklik stakanni glass deymiz, qarang. Bir tarafdan yezib, bir tarafdan o'rgansak yaxshi bo'ladi, albatta. 1001-rasm dikisi nima? Cup, abay degandek. Buni dirty deydi ekanmiz. Qarsangiz, maynat bu, dirty degan maynat. Rasmda chiqib turdi bu. 1002-rasmdikisini qanday? Clean ekan, qarang, paqirab ketibdi. Okay? Demakchi, shu hozirgi mashqimizga salsaq bir qatim. Maqarang, give me a cup desa birisi. Biz qo'pib bundan which one deb so'rasak, uning deb javob berdi ekan. Mush ikki so'zdan birini ishlasak, masalan dirty bilan clean ning birisini ishlasak, nima bo'ldi? Empty one demay. The clean one deymiz-ku. Okay, the clean one degani pokizani demakchi-ku. Pokiza degani qaysi? Mana 1002-rasm dikisi. Okay? Bunda hozir jumlaga qaramay turib bir mashq qilib boqaylik. Birinchi odam bir odam bizdan nima deb so'radi yoki nima deb buyruq berdi bizga? Give me a cup deb buyruq berdi deylik. Biz undan nima deb so'raymiz? Which one? Qaysi birisini? Ana uni deydi? The clean one. Shu pokizani yoki pokiz birisini. Okay? Mushundaq mashq qilsak chiqdi degan gap. Give me a cup. Which one? The clean one. Okay? Xo'sh, 1003-rasm bilan 1004-rasmdagisi glass. Hozir men nima dedim? 10-so'zni glass deb oldik-ku. Ya'ni aynak stakan degan gap-ku. Aynak stakanninki 1003-rasmdagisi empty ekan, 1004-rasmdagisi full ekan. Garchi liq to'shmagan bo'lsa-mu, full deb olibdi-ku men yerda. Liq deb o'ylang, full, okay? Undan sonra mashq qilsak og'zaki. Give me a glass desa birisi. Biz qo'pib which one deb so'rasak, u qo'pib the empty one desa quruq birisini degan bo'ldi-ku. Okay? Ana biz nima deymiz unga? Albatta qo'liga berib o'tib here you are deymiz. Okay? 1005-rasmni qarasangiz bu nima? Bottle. Men mana bu yangi so'zliklarningki tarkibiga yozay. Number 11 bottle ni mushta yazamiz. B-O-T-T-L-E. Mana ish o'qinglar yana bottle. Bottle. Okay?
Undan sonra misal bir mashq qilsak, give me a bottle desa birsi. Biz qo'pib which one desak, the large one desa, cho'ngni degan bo'ldi-ku. Okay, men farqini hozir so'zlayman. Large bilan big ning farqi, ya'ni small bilan little ning farqini endi so'zlayman degandim-ku. Okay, demakchi 1005-rasm bilan 1006-rasmda bottle haqida to'xtalyapmiz. Give me a bottle, which one? The large one, yoki the small one. Okay? Xo'sh, 1007-rasm bilan 1008-rasmdagini nima deymiz? Nima deb olamizmi? Qanday narsa bu? Bu box deb ataladi. Ya'ni yashak degan gap bu, yoki sanduq. Box, okay? Box. Xo'sh, unda bo'lsa, give me a box deylik. Biz undan which one deb so'rasak, qo'pib the big one yoki the little one desa, the big one degani cho'ng birisini yoki cho'ngini, little one degani the little one degani kichikini yoki kichik birisini degani bu. Okay? Xo'sh, endi farqini so'zlaylik, qarang, large bilan big ning har ikkisini cho'ng degan to'q. Small bilan little ning har ikkisini kichik degan to'q. Unda qanday farq bor bularningki? Qarasangiz mishadan chiqib turdi. Butulkaga large deb ishlatganmiz. Butulka o'zi hajmi kichik narsa. Hajmi kichik narsani cho'ng demoqchi bo'lsak, large ni ishlatganmiz, qarang. Albatta buningga munosib holda kichikni, o'sha butulkaning kichikini demoqchi, small deb ishlatganmiz. Uning aksi bo'lganda hajmi cho'ng narsalarga nisbatan cho'ng degan so'zga nimani ishlatganmiz? Big ni ishlatganmiz. Shu hajmi cho'ng narsaning kichiki deganga little ni ishlatganmiz. Demakchi, mishadan aniq chiqdi. Yana bir qatim desam, hajmi kichik narsalarga cho'ng kichik deb ishlatganda large, small ni ishlatganmiz. Hajmi cho'ng narsalarga cho'ng kichik degan deb ishlatganda big bilan little ni ishlatganmiz. Okay? Unda esa biz davomliq yana 1009-rasm bilan 1010-rasmni ko'raylik. Mana konserva dak turadi, qarang. Konserva qutisi. Ingliz tilida konserva qutisini nima deymiz? Qarang, ingliz tilida konserva qutisini number 13 bo'ldimi? Tin deydi, qarang. T-I-N degani tin, ya'ni konserva qutisi degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa, bu tinni qarang, bo'shliq qo'yish knopkasini bosgandim, cho'ng harfga o'zgarib oldi. Albatta, cho'qim cho'ng harf bo'lishini atayin. Cho'ng harf kelishga to'g'ri kelsa, albatta cho'ng harf bilan yozamiz. Demakchi, odatdagi qismlarga cho'ng harf kelmaydi, birinchi boshlanish harfi ekan, okay? Xo'sh, unda bo'lsa, mana tinni mashq qilaylik, qarang. 1009-rasm bilan 1010-rasmdagi. Give me a tin desa birsi. Biz qo'pib which one desak, the new one yoki the old one deydigan bu. The new one degani yangi birsi degan gap, the old one degan koni birsi degan gap yoki yangisi yoki konisi deb. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa 1011-rasm bilan 1012-rasmga keldik, qarang. 1011-rasmdagi nima? 11 bilan 12-likisi knife. Mana yozib olaylik, knife. K-N-I-F-E deb yoziladi, lekin birinchi harfi garchi K harfi bo'lsa-mu, K harfi o'qilmaydi. Okay? O'qilmaydigan shunday bir so'z bu. Buni knife deb o'qiymiz. Hargizmi knife deb o'qimaymiz, okay? Knife, pichoq. Pichoq degan gap. Xo'sh, shundaqda 1011-rasmdagi pichoq bilan 1012-rasmdagi pichoq haqida bir mashq qilib olsak, masalan, birsi bizga give me a knife desa, biz nima deb so'raymiz? Nima deb so'raydigan bo'lgan? Which one deb so'raydigan bo'lgan. U nima deb javob berdi bizga? The sharp one. Sharp nima deyapmiz? O'tkir degan to'q. Blunt nicho? To'qa yoki gal degan to'q. Okay? Undan so'ng the sharp one desa qanda shu o'tkir birsini yoki o'tkirini degani bu. Okay? Undan so'ng davomli biz 1013-rasm bilan 1014ni ko'rsak, 13-14lardagi rasmlar nima? Spoon, ya'ni qo'shiq ekan, qarang. 15-so'zimiz, yangi so'zimiz spoon. Mana shunday yozildi. S P O O N deb o'qilishi spoon. Yana bir qatam, spoon, spoon.
Unda olsa, şu spoonga biz mashq qilaylik qarang, spoonni ishlatib. Birisi bizdan nima deb so'raydi yoki nima deb buyruq beradi bizga? Give me a spoon. Menga bir qo'shiq bering deb. Biz undan nima deb so'raydigan bo'lgan? Which one deb so'raymiz. U qo'pib bizga the new one deydi. New degan yangi, yangisini demakchi u. Hargiz konisi emas, old degan konisi u, okay? The new one. Anonkin biz here you are deymiz, bu odam qo'pib thank you deydi. Alright, 1015 rasm bilan 1016 rasmga qarasangiz, bu ikki rasmda tasvirlanayotgan narsa nima? Bu ikki rasmda ifodalangan narsalar so'zlarimiz patmay qoldi, lekin hech qisi yo'q. 16-so'zimiz keldi. Vilka va fork. Okay? Undan sonra bizga nima deydi? Give me a fork. Menga bir vilka bering deydi. Biz qo'pib which one deymiz. Bu qo'pib the large one desa cho'ngini degani. Yoki cho'ng birisini. Men cho'ngini deb oldim. Chunki cho'ngini deganim cho'ng birisini deganim bu. Uyg'ur tilida cho'ng birisini deb birisi deganni bakki aniq deb ketmaymiz ku. Abim deb qo'ygan bu gapni, ha, okay? Agar the small one degan bo'lsa, kichkina degan bo'ladi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa bu mashqni men qilib bersam hisob emas, buni cho'qim o'zingiz qilishingiz kerak savoldoshlar. Bu qanday og'zaki mashqlar hisoblanadi? Mana so'zlarni o'rganib oldinglar, bularni qayta o'qib, yozib, yodlab, andan keyin mashq qilib qayta o'qiganda qanday? Andan keyin o'zimizning rasmiy bilimiga aylanadigan gap. Okay? Xo'sh, unda biz shu gaplarni davom etib qanday 22 darsninki nimasi qarab baqayli. Mana 22 ni ayrim deb qo'yaymiz. 22 ni ayrim mana 22 deb men yozmadim chunki 20 ni bilgandan keyin endi oqga shu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ni qo'ysangiz ham 21 22 23 24 25 26 27 28 29 larni yozilganligini bilib olsangiz bo'ldi. Okay? Demak, bu yerda qayta har bir sonni deb o'tirishning hojati yo'q. Faqat 30 ga kelganda deymiz. Okay? 30 sal o'xshamaydi demakchi. Okay? Lesson 22 ninki og'zaki mashqlari mushular. O'zingiz qayta yana nurg'un mashq qilmasangiz bo'lmaydi savoldoshlar. Unda biz yozmachi mashq qarab baqaylik 22-darsninki. Qarang. Written exercises, ya'ni yozmachi mashqlar. A deb bunda deydi. Complete these sentences using his, her, our or their. Bu ko'rsatmani, ya'ni buyruqni tushunib bo'ldingiz hozirgacha. Qarsangiz nima degan gap? To'liqlang yoki puttiring degan gap, to'liqlash, puttirish, to'ldirish degandek ma'nosi bor mavzuning, ha? To'liqlang deb olaylik. To'liqlang ma'lum jumlalarni ishilchaqlib his, her, our yoki their larni deydi. Ya'ni his, her, our yoki their larni ishilchaqlib bunu jumlalarni to'liqlang degan gap bu, ha? Qarang, ha, mana example bunda deydi. Is this Tim's shirt? Bu Timning ko'nglikimi degan gap bu, ha? Nima deb javob berganmiz? No, it's not. Ya'ni it's degani it is ninki birikib yozilishi bu, okay? Ya'ni yo'q, u emas deganimiz mana. Misol bir deb qo'yilgan muhim narsa it's deb it bilan isni qo'shib it's qisqartib olsak ham bo'ladi yoki is bilan notni qisqartib isn't deb olsak ham bo'ladi. It ayrim o'z oldiga kelaverib, ya'ni demak shu o'g'lim majumlani no it's not dan boshqa yana no it isn't deb qisqartib bo'ladi. Buni ko'rib qo'ygan biz, ha? Okay? Xo'sh, undaqda yo'q, u emas degan gap bu. Deb bo'lib, ma bo'shunga nima deb to'ldiribdi? Bir shirt is white deydi. Shirt degan ko'nglik bo'lsa oq deydi. Ya'ni bu Timning ko'nglikimi degan savolga yo'q, u emas deb bo'lib, uning ko'ngligi oq deb tutib berdik. Uningga nimani ishiltibmiz bu yerdagi ma'vu nimalardan igilik almashlardan hisni ishiltibmi, herni ishiltibmi, ourni ishiltibmi, theirni ishiltibmi? Albatta hisni ishiltibdi. Chunki Tim degan o'g'il bola Timning ko'ngligi bo'layotgandiki, javob berganda uning ko'ngligi deyish uchun bu yerdagi uningni nima deb olamiz?
hizni alamiz. Ingliz tilidagi erlarni ko'rsatib turib yoki erlarga ishlatiladigan uning degan so'zni his deymiz deb bilgan tuqiyadingiz bor. Shuning uchun his shirt is white deb olganimizning sababi shu. Ma birdan oldigacha ishlay olamiz, albatta ishlay olasiz. Men birinchisini deb qarang. Is this Nicola's coat? Bu Nicolaning paltosi mi degan gap bu? Javob no, it's not. Yo'q, u emas deb bo'lib, ma bo'shirongni nima deb qo'yamiz? Her coat is gray. Uning paltosi bo'lsa, kulrang degan gap bu. Demakchi, nimishqa bu bo'shirongga her ni qo'ydi? Chunki Nicola degan ayol kishining ismi. Undasa ayol kishi to'g'riliq so'zlab aytib, ya'ni ayol kishidagi uning deganga qaysini ishlatganmiz, qaysi igilik almashni ishlatamiz degan to'q, her ni ishlatamiz degan to'q. Qolgan ishlay olasiz savoldoshlar. Unda bo'lsa biz yana bir mashqni ko'rib boqaylik. Qarasangiz, ikkinchi mashqda B, write questions and answers deydi. Yozing savollarni va javoblarni degan gap qo'ying. Savol va javoblarni yozinglar degan gap bu. Qarasangiz, berilgan so'z book, this blue yoki that red can. Book degan kitob, this blue degan mavi ko'ki yoki mavi ko'k rangi degan gap, that red degan ovi qizili degan gap bu. Undan so'ng kitob, mavi ko'ki, ovi qizili deganlarga asosan bunda bir necha jumlalarni tuzab chiqaramiz. Give me a book please, ya'ni book berilgandiki albatta give me a book please deb tuzaydi ekanmiz. Which one deganiga deb bo'lib bu gap tugamadi, savol tugamadi, savolning kayni bor. This blue one, ya'ni mavi ko'k birsimi yoki mavi ko'kimi degan gap bu. Buningdan qarta no, not this blue one, that red one. Yo'q, bu ko'k birsi emas yoki bu ko'k emas, ovi qizili degan gap bu, that red one degan. Anonkin bu gapga qarta here you are deb anonkin eng oxirida thank you deb oxirlashtiribmiz. Demakchi o'g'lim qisqa bir dialog tuzabdi. Book, this blue, that red lag asosan. Undan so'ng men birinchisini ishlab birman savoldoshlar qarang. Cup degan nima? Stakan, ya'ni tutqichli stakan. This dirty degan mavi mayniti degan gap bu. That clean degan avu pakize degan gap bu. Undan so'ng mushlarni ishlatib men yuqoridagi jumlalarni o'xshash tuzab birman qarang. Give me a cup please. Which one? Deb bo'lib, this dirty one deydi ekanmiz. Qaysi birisini yoki qaysisini? Mavi maynitimi yoki maynat birisinimi? Unga nisbatan no, not this dirty one. Yo'q, bu maynat birisini emas yoki bu maynitini emas. That clean one. Avu pakiz birisini yoki avu pakizini deganiga here you are deb yozib oxirida thank you deb oxirlashtirib ekanmiz. Qolganlarni ishlay olamsiz? Albatta ishlay olasiz. Undan so'ng o'zingizga qolib qoldi. Darsni to'xtatishdan burun qandoq bundoq bir narsaga mening diqqatinglarni bersanglar. Qarsangiz, bu yerda mana sol tarafga tik qurg'an bosh kelish shakli debdiman. O'tirlikisiga tushum kelish shakli debdiman. Eng oxirgisiga egilik kelish shakli debdiman. Nima degan gap bu? Bularimiz almashlar. Almashlar degan nima? Men sen u deganlar almashqu. Okay? Demakchi, almashlarningki bosh kelish shakllari ekan ma'lum. Ashlarga mas holda ularningki tushum kelish shakllari ma'lum ekan. Anankin shu bosh kelish shakllariningki egilik kelish shakllari ma'lum ekan qarang, ammo o'ng tarafdagi tik qur. Nima degan gap desangiz, masalan, ayni misol olsak. Ay degan qanda bosh kelish shakli almashniki, ya'ni menninki bosh kelish shakli ay. Bu qanday yerda keladi jumlada desangiz, I am masalan a teacher desangiz keladi. Demakchi bu jumlada ay ishlatildi. Ya'ni almashniki bosh kelish shakli. Bundan ma'lum bu me degan nima desangiz, shu ayninki tushum kelish shakli mi? Ma'lum tushum kelish shakli, egilik kelish shakli deb yangi bir
gap tapdığınız qo'yamdi. Qo'shundasi zat misollar birin bo'pti, nim bo'lsin deseniz, give me degan yerda ishlatildi. Masalan, give me a book demoqchi bo'lsak, hargizmi albatta, masalan, menga bir kitob bergin degan gap bu. Hargizmi I demaymiz, juma give I a book demaymiz, balki I ni me ga o'zgartirib give me a book deymiz demoqchi. Tushunishliqmi? Mishaga tushunchali shakli keladi demoqchi. Mushu jumlada I'ninki tushunchali shakli bo'lgan me orqali ifodalaymiz bu jumlani. Give me deb hargiz give I demaymiz demoqchi. Xo'sh, shundan ma'lum bu iglik shaklini dedingiz, uning bir devtana bo'pti. Desangiz, this is my book desak. Bu bo'lsa mening kitobim degan gap bu. Undan sonra bu cümleni bu bo'lsa mening kitobim deb elib, mine mening dedi. Okay. Undan sonra mening deganni I demaydi ekanmiz, me demaydi ekanmiz, balki my deydi ekanmiz. Okay. Endi tushunganda qo'ydim. Deb qalbingizda cho'qim bir nim paydo bo'ldi, bir inkas paydo bo'ldi. Shundaqmi? Demakchi o'g'lim, har qanday bir almashningki qanday shundaq tushum kelish shakli, demakchi bosh kelish shakli, tushum kelish shakli, eglik kelish shakli deydigan shunday bir ahvol bor. Mushu shakllarni yaxshi bilib olsak qanda ingliz tilida uzib ma'lummiz. Okay? Men shunchalik albatta shu tatda videoni shundaqla to'xtatib qo'yib turib, mushdan ko'chirib olsangiz bo'ladi yoki rasmga tortib olsangiz bo'ladi. Undan keyin qag'allarga demakchiman, you, he, she, it, we, they larga qandaq shu yuqoridagi jumlalarni tuzatib baksangiz, asli bundan eskanda bu ingliz tili degan tushuncha bir paydo bo'ladi qalbingizda. Unda bo'lsa darsimiz mishakchi bo'lsa savodashlar, inshaalloh biz at ko'rishaylik. Bugun Qurbon hayitining birinchi kuni et faoliyatlarini o'tkazamiz deb darsimiz keyinroq qolib qoldi, lekin bugunning o'zida mana o'tyapmiz, kashf bo'lsin. Hozir buni to'g'ri yo'llaymiz. Demakchi Qurbon hayitinglarga muborak bo'lsin. Darsni mush vaqtda o'tganligimiz uchun faqat mush vaqtda bu gapni deyaldik. Qurbon hayitinglarga muborak bo'lsin savodashlar. Unda biz atki darsimizni ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.